Mana Xivaga ham kelib oldi. Meni xursand qilgan narsa mana bu bayroqlar bo'ladi. Xiva darvozasiga kirishda turk imperiyalarini, turk xonliklarini bayrog'i ilib qo'yilgan. Shuni ko'rib xursand bo'lib turdim, lekin xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi, chunki bu yerda ba'zi turkiy davlatlar kamiga aynan o'zimizning Temuriylar imperiyasini bayrog'i yo'q ekan. Undan tashqari yana bir ikkita buyuk turkiy davlat imperiyalari bayroqlari bu yerdan joy olmagan. Nimagaligini so'rash esimdan chiqib qolibdi to'g'risi. Lekin buyuk aynan hech kimga kutilmasa ham buyuk Temuriylarning davlatini bayrog'i turishi kerak edi. Nega bu yoqqa qo'yilmagan tushunmadim. Shunga ozgina yurak siqilib qoldi. Bayroqlarni ko'rsanglar bu yerda Avar xonligi, 3 ta Xun xonligi, keyin Xorazm imperiyasi, Usmonli turk, O'zbekistonda ham bayroq turibdi. Uyg'ur xonligi, keyin Qoraxoniylar, G'aznaviylar shu davlatlarning tarixdagi bayroqlari qo'yilgan. Lekin nimagadir Temuriylarning bayrog'i yo'q. Bu endi esdan chiqib qoladigan narsa emas edi, nimagaligini hayronman lekin.